Samolyot xodimlari aytdiki, bitta hurmatli yo'lovchini kutyapmiz dedi. Tasavvur qilyapsizmi? Celli bir katta Boeing samolyoti belgilangan vaqtida uchmasdan hammani samolyot ichiga yig'ib qo'yib, bitta odamni kutyapmiz ekan. Prezident administratsiyasi xodimidan norozi bo'lgan Rasul Kusherbayev yana murojaat bilan chiqdi. Mazkur murojaatning asl sababi quyidagicha. Ma'lum bo'lishicha, 3-iyun kuni Samarqanddan Toshkentga uchishi kerak bo'lgan reys belgilangan vaqtda tayyor turgan bo'lsa-da, 45 daqiqa kech uchgan. Yo'lovchilarga kechikish sababi aniq tushuntirilmagan. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, samolyot muhim yo'lovchini kutgani uchun ushlab turilgan. U prezident administratsiyasi vakili, yordamchilari bilan kelgan Gayana Umerova ekani aytilgan. Rasul Kusherbayev esa oddiy fuqaro e'tiroz qilsa ham qamalayotgan, jamiyatda qo'rquv va ishonchsizlik hukm surgani hozirgi davrda bu kabi oliy toifa shaxslarga bir nima deb bo'ladimi? Qizig'i, ular xalqni kamsituvchi bunday jur'atni qayerdan va kimdan olishmoqda degan fikrlarni bildirgan. Kimsizki, sizga butun bir odamlarni kuttirib qo'yib, kech qolib samolyotni to'xtatib qo'yish vakolati berilgan. Kimsizlar sizlar? Gayana Umerovami, boshqami? Prezident administratsiyasida ishlaysizmi? Undan katta joyda ishlamaysizmi? Xalqaro o'yinda ishlamaysizmi? Lekin nega vaqtida yetib kelmasdan turib qolganlarni kuttiryapsiz? Shuningdek, Kusherbayev mazkur 45 daqiqalik asossiz kechikish bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari ustidan shikoyat qilganini ma'lum qildi. Uning yozishicha, holat Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda va ish Toshkent shahar hududiy organiga yuborilgan. Sizningcha, butun boshli bir samolyot atiga bir kishini deb 45 daqiqa kechikishi to'g'rimi? Albatta fikringizni izohlarda yozib qoldiring.